Bugun men bo'ri bo'laman. Sen esa quyon. Hay! Edi? Nima edi bu? Voy jonim! Voy, tavba qildim, nima bu? Voy ilohi. Aya! Nima qilyapsiz bu yerda? O'g'lim, hali vaqt uxlashga. Yur choy ichamiz. Kelin, siz o'zingiz uxlavering. Yur. Shunaqa gaplarding aya. Bobur aka, uyqum kelyotdi, uxlayveraymi? Yo, to'xta, uxlamasdan tur, hozir kiraman. Bolam, o'tiribsiz-ku, suhbatlashimiz zaqli. Bir tayinli gapim bo'lmayapti-da, uxlaganim ma'qul ayajon, kiray. Yo'q, nima qilasan? Uxlaversin u. Choy ichib o'tiribsiz, o'g'lim. 5 minutga kirib chiqdim. E'tibor qilma. Uxlasa uxlaversin. Ikkalamiz suhbatlashib o'tiramiz. Bozorda kurs qancha? Sabz qancha? Bo'pti, asabiylashma. Yangi yilda nima qilamiz? Dengizda suzamiz, delfin ustiga chiqasan. Bola, qayoqqa? Asaloyiga oyi, bu yerda bo'lmayapti-yu. Oy, Tinchlikmi oyi? Asaloyiga borganingda oying qanday desalar, kasal oyim degan. Bo'pti, bormaymiz. Voy, bola, yuz choy ichamiz. Ketdik. Kelinizchi. Damin olsin. Poponi, qarasanga sovg'a olib keldim. Bavi parashoga. Endi qiynalmaysan. Bu kiyimlarni top-toza yuvadi. Bironta ham dog' qoldirmaydi. Oq kiyimlarni oppoq qilib yuvadi. Allergiya ham chaqirmaydi. 100% Germaniya xomashyorsidan tayyorlangan. Yur, kiyimlarni keyin yuvasan, xonaga boraylik. O'g'lim, yomon tush ko'rdim. Senga aytib beray, bolam. Men tushda eshitib kelay. Borasizmi? Nima qilay boshqa? Poponi, ayam uxladi. Tushi ham rosa uzun ekan. Poponim. Bobur aka, ana kuni ko'zi. Pishab kirgandir-da. To'xtangda, men bir ko'raydi. Yurmayman o'ylab. Manaqaki so'laqman. Nima? Mana o'g'liz, xohlasangiz tushingizni ayting, xohlasangiz choy iching, xohlasangiz boshingizga yassiq qila oling. Amin, men ketdim. Poponim to'xta. Ketsa ketar. O'g'il bermoq, jon bermoqda bolam. man qizg'onaman, sanaman hammadan